Aziz. Ke o'rta, xizmat, Tuzumsan? charchamayapsan? O'rta, haligi ayolimni doktorga borishim kerak edi. O'shanga mana shu mashinani berib tura olasanmi? Menimcha haydamayapsan shekilli. Bo'ldi, o'rta, ishingni bitir og'a. Baribir yotibdi-yu. Hozir men kalitini olib chiqib beraman. Ha, okey, qatga ekan? Yunusobodga. Qancha berasiz? Ketdi u yoqdan xavotir olmang. Okey, mana shu kelayotgan ko'chadan o'ngga kiramiz. Xo'p, okey. Okey, mashina lekin zo'r ekan. Lekin mashina suv ko'rinyapti ko'zimga. Okey, mana mana shu chet o'rda qolaman, okeymi? Voy, bu Umidning mashinasi-yu bu. Amicha, vohma bilan chaqirmasang. Bestini arendaga berib yubordingmi? Men so'rasam bermading. Qanaqa endi? Og'aynimga berdim, ish bilan ketuvdi. Kira qilib yurgan ekanda, boya meni uyimga tashlab ketdi. Nima? Hozir borayman, ko'rsatib qo'yaman unga. Aka qarang. Voy, zo'r ekan. Voy, adam keldi. Hozir ko'rsatib qo'yaman unga. Voy, ada bugun ovqat yeymizmi? Hurra! Ada bugun so'kan olib berasiz? Olib beraman, o'g'lim. O'rta, kelganingni bilmay qolma hozir. Bolalar meni oshxonaga olib ketib turinglar, xo'p? Ha. Endi bo'shadim, mashinangni hozir borib bermoqchi edim. Bu menga qara. Men senga kimman? O'rtog'ingmanmi o'zi? Ha, tinchlikmi? O'rtog'imsan? O'zi hamma menda. Vaqtida holingdan xabar ham olmadim. Ikkinchi menga yolg'on gapirmagan. Sog' bo'l. Mashinachi? Ha, mashinami? Mashina mendan senga hadya.